Oldin apparat taqib ko'rganmisiz? Birinchi marta. Birinchi marta uchrashdim. Xo'p, endi audiometriya eshitishga qaraganda eshitishingiz javnoq og'ir emas, birinchi daraja. Birinchi darajada holatda, oddiy mana gaplashayotganda men 50-60 balandlikda gapiraman, uni eshitaverasiz, muammo yo'q. Faqat o'sha shopotni eshitishda qiynaladi. Mana xotoqdan nari tomonda o'tirgan gapni anglamayman. Gap ovoz eshitiladi, lekin nima deyotgani eshitiladi. Nima haqida gapirayotganini anglash qiyin gap. Bir nechta apparatlarimiz bor, o'shani hozir taqib ko'ramiz. O'sha qanaqa eshityapsiz, o'shanga qarab, yana o'zi individual настройка qilinadi. O'sha ingichkaroq trubka turadi. O'shani taqamiz. Birdan 5gacha sanab ko'ring. 1, 2, 3, 4, 5. Yaxshi eshityapsizmi? Chunki ana misol birinchi o'zingiz sezadigan narsa bu o'zingiz ovozingiz bo'ladi, baland bo'lib ketib qoladi. Chunki men oldin kiyim shiqilashlar, mana ovozi eshitilishi boshlaydi. Bu narsa biz har kuni eshitib yurganimiz uchun bizga bilinmaydi. Sizga bu shovqindek tuyuladi boshida. Mana bu baland past qiladigan knopkasi bo'ladi. Mana shu hozirgi настройка qilganim bu o'rta bo'lsa, mana shundan 5 martagacha baland qila olasiz yoki 5 martagacha pasaytira olasiz. Mana yana bir mijozimizga Shveysariya sulh apparatlarini taqdim qildik. Agar sizga ham Shveysariya apparatlari kerak bo'lsa, Fanton klinikasiga murojaat qilaverasizlar.